Arzonroq narxlarda Gentra'ning avtomat korobkasini qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili 2017-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat korobka, lyuk, ABS hamma narsalari bilan bosib o'tgan masofasi, probegi 205 ming kilometr. Mashinaning holati juda ham zo'r holatda turibdi. Yurganiga, yiliga nisbatan ancha tetik ko'rinadi mashina. Orqa chap krilosi yuzaki sepilgan, oldi kapot usti sepilgan, krilolar toza, ichi ustiltilar but-butun, top-toza. Mashina benzin yurgan, bagajning ostida pitnosi bor, pastida nomeri pastida pitno sepilgan. Qolgan joylar toza. Ikkita целый detal va bitta pitno. Bu yoqlari top-toza. Mashinani salonlari juda ham akkuratli holatda turibdi, urinib qolmagan, obshivkalar qirilib ketmagan, sideniyalar cho'kib qolmagan. Lyuk albatta bor. Rul holatini ko'rishingiz mumkin. Magnitofon o'zining shtatli magnitofonida. Tonirovkaning ruxsati yo'q ekan, olgan odam o'zi pulini to'lab ruxsatini oladi. Narxi $7,900. Telefon raqamlarini videoning ostida va video kommentariyada qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishingizni chiqaramiz. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, bundan ham ko'proq mashinalarni har kuni qo'yib boramiz.